Bir pul topadigan ish bor. Qilamsan. Buna ish? Tugab ketgan odamlar bilan paranglashtiramiz. Hozir texnika u daraja bo'lmaganda. To'qol makinasini. Bu yenilan mashina qanday murosadatni o'rin ola olsin? Sizdan menga bir deydigan gap bo'lsa. Senin öz oğlunuz. Oğlum, qada avalımız yaxşımı, bilen tudunuzmu? Sizni öldürüşüp ketdiniz, 2 gün öldürüşüp ketdik, 5 gün bol ketmiş bakımdık. Oğlum, qada avalımız yaxşımı, bilen tudunuzmu? Sizni öldürüşüp ketdiniz, 2 gün öldürüşüp ketdik, 5 gün bol ketmiş bakımdık. Ovoz kilolash oxirlashdi. Sizlarcha, men faqat hozir kilolash texnikasi orqali qilam. Özüm anlagan bor gapni angladim. Masalan, 100 tran parangiz to'g'ri bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Biz uni taqlidiy kilolasak, masalan, buning uchun uning mijoz xarakteri, kasbi, arxivi, ondan 360 graduslik rasmi bo'lishi kerak. Bo'ldi. Endi men sana yetarlik materialni ta'minlab beray. Aql. Sen bağırma hey. To'qol makinasini. Ha? Yaqlayım. Kaçan birisi ya. Ha? Naqsa? Ha? Biramsa, bememsa. Pulni. İnşallah billah. İnşallah. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ra ishingmi miyadasining? Yo'lingga mangay manga. Yo'qotma ey. Bu yo'lingga mangsam olmamda bu yoki ve. Sarangiz. Yo'qotma sana ey. Yo'qotma. Hey, hozir E12 chiqdi. Hatto nurg'un loyihachilar ishsiz qoldi. Lobalarmi bir buyruq orqali hammani qila olgan bo'ldi. Pul va lobalarmi ortiq pul qachon xolamaydiganda albatta. Uyimning ijarasi va har xil deykonlar, mashinamning may puli, uyimning suv, tok, hammasi pul. Amal yo'q, qarz olmanda. Bir pul topadigan ish bor. Qilamsan. Buna ish? Tugab ketgan odamlar bilan paranglashtiramiz. Hozir texnika u daraja bo'lmaganda.
Ben materialımı hepsi kirgizib qo'ydim. Ovozi, yeshi, mijazi, ham burunqi aslimisi degandek. Ham o'lchamlik modelini kirgizib qo'ydim. Kimni? Apam. Apamni hayat vaqtida xo'shlashib ko'rsatdim bo'ldi. Shuna mushqatni o'zim sinab baqay. Nodir asli o'ngishli bo'lib qolsa, men hamma odamga cho'qim tugab ketishdan burun uning yetarlik ovozli rasmini ip qilsin aytaman. Shuna olganda boshqalar azir bo'lsa-mu mesele yok oldu. To'g'ri. Qani. Taraqqiyotimizni zodi qancha taraqqiyotini bir kirib boqaylik. Ma'qul. Ben sizin sevgilim baba. Elbette ama oğlum bu gün sevdi sende. Siz doğru dediniz. O kızın arasında benden başka adamlar var geldi. Ben şunu da... Sizin şu vaxtlarınızı sizin tüzügerek memra bulamam. Ben işler minnetler buluşmak gerek oğlum. Adem degenin özüge maskıldığını tapıdım. Mana hazır beni köyden oğlum. Bunun da güzel sortuş olsun mu? Sizden bana bir deydiğin gibi olsam. Senin öz oğlunuz. Senin öz oğlunuz. Senin öz oğlunuz. Öz oğlunuz. Öz oğlunuz. Öz oğlunuz. Sistemde hatalı çıkan şey. Bu yanılan maşina. Qandaq murasadamda o'rin ola olsin. Bulardan ras tasalli topa olamiz. Lekin ishni qilsak bo'lmaydi. Mesela buna o'zimga bir tasalli bo'lganda qilgandim. Ama o'zimni uqmasdan buni ishinib qoldim. Bu bir sun'iy aqli bor bir kompyuter ekan xolos. Meni apam emas ki. Yaxshimisilar? To'g'ri. Hozirgi taraqqiyotimiz shu qanday taraqqiyot edi? Mayli kunlik turmushimiz va o'zimizning ehtiyoj bo'lsin. Bu taraqqiyotlar hozirgidek gullanmasdan burunmi biz aş 1 kilometrlik yo'lga mashina bilan minishga odatlangan. Balki mashina ketaversak, kelgusi zamonda biz ostimizga qarab, putimizning barmog'idan soat necha keligini sanab bilmasligimiz mumkin. Nurg'un odamlar ishsiz qoldi. Bundan keyin ishsiz qolmoqchi. Chunki odamlarning odamlarga ehtiyoj tushmayapti. Taraqqiyot qilyapti xolos. Ammo taraqqiyotdan barpo qilgan odamlar bo'lsa, aksi taraqqiy qilmasdan oq qarab menyapti. Bizning hozir ko'rib turayotganimiz, foydalanayotganimiz, ishlatilayotganimiz hargizmi real narsa emas. Bu faqat odamlar uchun xizmat qiladigan narsa xolos. Shunga men nima demoqchi desanglar, biz bundan cho'qim to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bo'lmasa kelgusida biz şu aqli iqtidorli sistema tarafidan jamiyatga o'rnimizdan og'dirilib tashlanishimiz mumkin.